Sharti boshqachasi. Shogirdingiz zilmaga jostki prank qiling, lekin chestna bo'lsin. Podpiska bosib kuzatib turing, yomoni bo'ladi ishoning, chestna bo'ladi. Shu kamera bilan telefonni yashirib olaman. Ma'lumot uchun aytib ber. Dilmurod ertalamangi smenda ishlaydi. Ertaman olib ketib bo'lgan vaqtda. Hozir bansiga kimdir ko'rgani ketyapti. Shu vaziyatdan foydalanib, sizlar shartinglarni bajarishga harakat qilaman. Telefonni bu yerga qo'yib qo'yaman. Telefon ko'rinadi, lekin shu pulni degan inson qadar men. Kuzatib turinglar. Bitta o'z gap bor edi toshni. Yuzda gapirganim yaxshi. Orqangizdan gapirgandan ko'ra. O'tgan kuni ham ketib oldingiz toshni. Bugun ham ketib olyapsiz. İşim var ya. Shu mas'uliyat bilan ishlamay qo'ydingiz toshni, mas'uliyat bilan. U bolalar, odamlarga siz tanishtiryapman, trener debmi? Trener mana shu Dilmurod qaraydi, yaxshi qaraydi deb gapirgansiz, biz ish bilan chiqib ketib olyapsiz. Siz mas'uliyat bilan ishlamasangiz bo'lmaydi. Hozir so'radim o'zidan. Ben size o'tib kelaman dedim. Ha, bo'pti dedingiz. Men o'zgardim. O'zgarib olganim. O'tgan kuni ham shunaqa qiluvdingiz-da, o'tgan kuni ham. Bu yerda oliy olayotganingizdan keyin bu bitta ishga borsiz ham, korxonaga borsiz ham oliy olyapsiz. To'g'ri, men vaziyat tushuntirdim sizga. Oylikka chiqishtirmay, ishim bitib kelaman dedingiz. Bo'pti dedingiz. Meni hamma ishi bor-da, Dilmurod. Meni ham ishim bor o'zim. So'radim sizdan. So'radingiz-ku, endi tushunishingiz kerak-da, siz pulingizni olayotganingizdan keyin meni ham ishim bor. Ko'chada ishim kim qiladi? Chiqishtirmay, oshna pulni olsam ham bosh bo'lsam sizdan so'rab, pul olyapsizmi? Oyligingizni olyapsizmi? Oyligingizni olyapsiz. Oyligim olsa, men ishlayapman. O'zi mashlaqada mana. O'zi mashlaqa oshna, biz keyin blogerlik qilamiz deyapmiz. Blogerlikda tuzuk qilib videolarga tushmayapsiz oshna. O'zi o'ylab turibman, hozir o'zim eplab ketaversam, oldin tushib bergan videolaringizga bilmayman xizmatlaringizga pul berib qo'ysam, просто G'alatimiz oshna, ha? Ustozim deb, oshnam deb hurmat qilib berib yuribman. U blogerlikga pul ham o'zini yo'liga. Menga pulni gapirmay oshna, g'alati bo'ladi oshna mani. Endi g'alati baribir gaplashsam boshqa edi. Sizdan pul uchun gaplashganim yo'q. Vaziyatni tushuntiryapman, ketyapman. Xo'p degan uchun ketyapman. Bu sira o'ziga bor. Oshna. videoda eng kulminatsion, eng pikka chiqqan azart paytlar ikkinchi qismiga to'g'ri keldi. Sababi video katta bo'lib ketgani uchun bir qismga to'g'ri kelmadi, ikki qismga qiladigan bo'ldik. Ikkinchi qismini esa birozdan so'ng qo'yamiz. Kuzatib, aktiv bo'lib turinglar.